Biz hozir Registon nodavlat maktabiga ssenariy tuzdik, reklama uchun ssenariy tuzdik. O'quvchi sonini ko'paytirish. Siz sifatli ta'lim qidiryapsizmi? Qimmat narxlardan charchadingizmi? Biz sizga sifatli ta'lim va tajribali ustozlar qo'lida ta'lim olish imkoniyatini beramiz. Registon nodavlat maktabini tavsiya qilamiz. Bu maktabda oliy ma'lumotli ustozlar qo'lida farzandingiz ta'lim oladi. Agar siz biz tavsiya qilgan maktabda farzandingizni o'qitmoqchi bo'lsangiz, murojaat uchun telefon raqam, manzil, raqamlarga aloqaga chiqing, shaxsan o'zimiz bog'lanamiz. Ko'proq mijozlarda ma'lumotlar olish uchun kontakt ma'lumot data bazi juda qimmat ma'lumotdir. Bu ma'lumotlar olish uchun tadbiq tugmasini bosing va ro'yxatda o'tadigan narsani qo'yib keting. Chunki oxirdagi narsa juda katta muhim bo'ladi. Chunki telefon qilish kimdir metroda bo'lishi mumkin, kimdir to'yda, kimdir markada bo'lishi mumkin. Siz reklamani ko'rib qolib telefon qila olmaydi, lekin knopkani bosib ro'yxatda o'tib qo'yish ehtimoli bor. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkita variant bering. Yo telefon qiladi yoki telefon ma'lumotlarini yozib qoldiradi. Plyus qoldiradi. Ham yaxshi. Misol uchun sizga telefon hech qanday reklama rolingizni 10 marta ko'rib qolgan inson sizga telefon qilolmaydi. Lekin plyus qoldiriladi, lekin ro'yxatga o'tadi. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri.